Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Shabjonman. Do'stlar, kuzga uzum tayyorlash, ko'chatlar tayyorlash haqida ozgina ma'lumot berib ko'rsatib o'tmoqchi edim. Qanday tayyorlaymiz, nimalar qilamiz, shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ko'chatlarimizni tayyorlash uchun 3 ta bosqichdan o'tish kerak. 3 bosqich bo'ladi, ya'ni ularda birinchisi qalamchalarda olib turib razmerlarida stratifikator razmerida o'lchab kesib olish. Ikkinchi bosqichimiz ularni suvga solib 2 kun mobaynida namligi yo'qotgan bo'lsa, shu namligini to'g'rilash, ya'ni suv berish qalamchalarga. Uchinchi bosqichimiz payvand qilib ularni stratifikatorga qo'yish. Mana stratifikatorlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Mana stratifikatorda yangilangan varianti. Yonida bor, mana bu eskisi. Bunga bu yil 3-yil. Buni afzallik taraflari yangisini, eskisida hamma narsa ruchnoydi. Mana shu qo'lda buni stratifikatorda ochib, qo'lda turkardik suvni namligini. Bu yangisida esa mana o'zida hamma narsa o'zida bo'ldi mana. Mana gradusi hozir issiqlikni 6.3 ga tushirdik, 26.3 ga. Namlik mana 91. 90 ga tushganda o'zini o'zi namlaydi. Bu termoregulyatori bu. Mana termoregulyator. Buları shim regulyatorlar. İchlarida ventilyatorlar bor. Shu ventilyatorlarni ligirovka qilib turadi mana. 3 ta ventilyatorga 3 ta shim regulyator. Mana o'zi knopkalar bu освещениянiki. Освещение. Bu yerda mana ko'chatlarimiz, payvand qilingan qalamchalar mana shunday holatga keldi mana. Bugun 19-kun. Endi buni hademay ertandan tashqariga olamiz. Bular kuzga bo'ladigan ko'chatlar. Bu yerda hammasi 20 xil yangi sortlar. Bari podvoyi, kober bilan Repar Pestris 114 ga qilingan qalamchalar, ko'chatlar demak. Ko'chatlar. Xo'p, endi buni tepasini ochadigan bo'lsak, mana tepasida lampochkasi bu. Lampochkalar bular qizdirib turish uchun bu pastdagi tunka bu. Bu issiqlik tunkaga beradi, tunka pastga haydaydi. Buni tagida ventilyator bor. Buni ham ko'rsataman hozir. Mana ular boya aytgandek освещенияларdik. Mana hozir освещенияni yoqib qo'yganmiz, chunki o'sha ko'chatlar nimalarimiz ancha o'sib qoldi. Bularga yorug'lik kerak. Mana shu ikki tarafdagi bular yorug'lik berib turadigan освещенияsi bor. Demak bu issiqlikka. Bu tarafda mana hammasi оборудование mana shularda simlari o'tgan mana shunaqa nimalar, narsalari bor bu yerda. Shum regulyatordagi termoregulyatorda simlari o'tgan. Bu joydan turadi mana qora kabel. Bu datchik, mana shu yerga datchikni o'rnatganmiz. Endi bu tomonni ochadigan bo'lsak, bu yoqda bachok bor mana. Bu bachokning ichida o'zi suvni parlatib beradigan nima desam, bir apparat bor, kichkina. Suvni namlatib farqi beradi. Bu ventilyator, kichkina ventilyator. Mana shu ventilyator parlangan suvni bu trubka orqali ichkari ketgan. 50 lik turba bor. Ana shunga ichkarida. O'shani orqali ichkariga beradi. Mana shu teshiklar bor. Ulardan par chiqadi. Hozir mana tepadagi ventilyatorni ham yoqamiz. Tepadan ana shu ventilyator. Issiqlikni tepadan tushadigan issiqlikni, tunkadan tushadigan issiqlikni yoyib beradi ichkariga. Ichkariga yoyib beradi. O'zini o'zi bemalol namligi pasaysa namlikni ulaydi, issiqlik kuchaysa o'chiradi. O'zini o'zi bemalol o'zimiz qaramasak ham namligini joyida, issiqligini joyida ushlab turadi. Bu pastki tarafi mana qalamchalar.
Buni sig'imi 1600 ta sig'imga ega bu stratifikatorimiz. Tagida porolon bor. 1 santimetr, 2 santimetr suv turadi porolonni ustida. Tagidan ta'mirlash uchun bu qo'yilgan suv bilan porolon. Tepasi mana alohida issiqlik. Hozir buni parlanganini ham ko'ramiz. Hozir 91 ga tushibdi. Mana 90 ga tushganda parlanadi bu. Mana ichkarini parlayapti mana. Tuman bo'lyapti o'sha mana. Ana endi o'chdi. Mana 95 ga borganda o'zi o'chadi. Namlik 95 bo'ldi, o'chirdi. Uzumchilik ilmida o'zini katta hissasini qo'shgan, bilimini, ilmini ayamagan do'stimiz, ustoz ham Qirimlik Rustamga katta rahmatlar aytmoqchiman. Shu insonni mana shunday bilimi bilan, ilmi bilan mana shu darajaga yetdik. Xudo xolasa bundan keyin biz ham shu qiziqadiganlar bo'lsa, qiziqadiganlarga o'rgatishda davom etamiz. Bu insonga katta rahmat aytmoqchiman.